Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Saturday, October 26th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 101. And the topic of today's lesson is a card from Jimmy. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, Scotland. Scotland. Number 2, card. Card. Number 3, youth. Youth. Number 4, hostel. Hostel. Number 5, association. Association. Number 6, soon. Soon. Number 7, right. Right. Number 8, seem. Seem. Number 9, pleased. Pleased. Number 10, A. A. Number 11, member. Member. Xo'sh arkadaşlar, yuqorida yangi so'zlarning o'qilish ahvolini ko'rdik. Endi biz ma'nolar bilan tanishib chiqsak qarang. Number 1, Scotland. Bu Shotlandiya. Arkadaşlarga ma'lum bo'lishi mumkin. Buyuk Britaniyani tuzuvchi 4 rayon bor yoki 4 bo'lak. Ularning birisi Shotlandiya, yana birisi Angliya, yana birisi Wales, andan keyin 4-inchisi Shimoliy Irlandiya. Demek ki, 4 bo'lak birleşip qandaq Buyuk Britaniyani tuzgan. Okay? Yani Scotland, Shotlandiya, eng shimoliy qismida Buyuk Britaniyaniki. Alright, number 2, card. Card degan otkirtka. Otkirtka bag'liqi uzra avatishadigan, ijrohiyalarga avatib salom yo'llaydigan bir narsa bu otkirtka degan. Okay? Card shu. Albatta karta degan ma'nosi masalan bank kartasi, masalan qatnashchilarga o'tiradiganligi avtobus yoki poyezd kartasi deganlarga bu card deb ishlatiladi. Bizning bugungi darsimizda card degan qanda otkirtka degan ma'nosi bor. Okay? Number 3, youth. Youth degan yosh yoki yoshlar. Bu ism so'zi, sifat so'zi emasmi? Ism so'zidagi yoshni nima deydik? Young deydik. Yodingizda bo'lishi mumkin. Hozir yozay do'stlar. Youth bilan youngni ikkisini aralashtirib olmaydi. Chunki youth degan ism so'zi, young degan sifat so'zi bo'ladi. Masalan, young man deymiz. Yosh yigit degandekchi. Youth degan qanda kayniga undaq ism agishib kelmaydi. Youth degan shu. Masalan, ism so'zi dedik hozir kayniga ism so'zidan kayniga so'z agishib kelmaydi bu. Bevosita o'zilam ism bo'lib keldi demoqchi. Okay? Yani youth, yosh yoki yoshlar ism so'zi youngga selishtirganda texmi yaxshi tushungan bo'ldi. Young degan qanday sifat so'zi. Okay? Xo'sh, youth deganni nima dedik? Yosh, yoshlar dedik. Undan so'ng number 4, hostel. Hostel degan kichik tipdagi mehmon kutish. Bu mehmonxona emas. Rasmiy mehmonxona nima deydik? Cho'qim bilasiz. Rasmiy mehmonxona cho'ng tipdagi yoki yuqoriroq darajadagi mehmonxona hotel deydik. Ammo bu hostel deganimiz qanday mehmon kutish kichik tipdagi. Okay? Hostel. Hotel, hostel markasini aralashtirib olmaylik. Hotel degan rasmiy mehmonxona, hostel degan kichik tipdagi mehmon kutish. Okay? Number 5, association. Association degan birlashma degan gap. Masalan, birlashma organ degandekchi. Bunga yaxshi amaliy misoldan birini bersam, Amerikada UAA deyilgan bir organ bor Uyg'urlarningki. Albatta Uyg'urlarningki Amerika Uyg'urlarningki qonun huquq manfaatlari yoki bo'lmasa manfaatlari deylik. Vakil bo'lib saylangan yoki vakil qilinib saylangan bir organ. Uzun gapning qisqasi UAA ningki to'liq ismi nima bo'ladi? Atalishi Uyghur American
association degan so'zni men misol qilaman degan maqsadda men misolni aytib qoldim-ku, tushunyapsiz. Uyg'ur Amerika birligi degan gap. Association degan shu birlik, birlashma, organ degandek ma'nosi bor demakchi-ku. Okay? UAA qisqasi Uyg'ur American Association ning qisqartılması bo'ldi. Okay? Uyg'ur Amerika birligi. Ya'ni miyadagi association degan qanday shunaqa birlik yoki birlashma organ degandek ma'nosi bor. Bizning bugungi darsimizda YHA deb uchraydi. U degani Youth Hostel Association degani. Ya'ni yoshlar mehmon kutish birligi degandekchi bir birlashma organning ismi. Yoshlar mehmon kutish birligi. Okay? Number 6 soon degan patarda degan gap. Patarda. Okay? Number 7 write. Yiddish, masalan, xat yozish deymiz, write a letter. Okay? Write Yiddish. Number 8 seem. Seem degan qarmoqqa mundamda ko'rinish degan ma'nosi bor. Seem ninki. Masalan, eng oddiy misoldan bir narsaq, you seem happy degan bo'ladi. Siz qarmoqqa xushal ko'rinasiz degan gap. Agar you seem sad degan bo'ladi. Siz qarmoqqa parishon ko'rinasiz degandekchi. Sad degan parishon, ko'ngli yerim degan gap bu. Okay? Siz ko'ngli yerim ko'rinasiz yoki parishon ko'rinasiz degan gap. Uzun gapning qisqasi seem degani bu. Shu mundaq bo'lib ko'rinish yoki qarmoqqa mundaq ko'rinish degan gap. Seem. All right, number 9 pleased. Pleased degan bugungi darsimizdagi ma'nosi qanday? Shu xushal bo'lgan, shatlangan degan ma'nosi. Bu bir super so'z. Masalan, seem bilan birlashtirib ishlasak, you seem pleased. You seem pleased degan shu siz qarmoqqa shu xushal ko'rinasiz degan gap. Okay? Pleased. Xushal holda, xush bo'lgan, shatlangan degan ma'nosi super so'zi. Pleased. Okay? Number 10 A yoki bo'lmasa A deb o'qiladi. Nimada? Bu jonliq tilda A deb o'qiladi. Ma'nosi excuse me degandek. Please repeat that degandek bir gap. Ya'ni qarshi tarafninki gapini aniq anglayolmagan chaqda yoki qarshi tarafninki o'z gapini yana qaytilishini tashabbus qilgan vaqtimizda yoki tavsiya qilgan vaqtimizda ishlatadigan so'z bu. Xuddi yana bir dana degandek bir ma'nosi bor. A ninki. Okay? Qolgan darsimizda dialog o'rganish jarayonini o'rganib ketasiz. Okay? Qisqasi A ne excuse me yoki bo'lmasa could you repeat that please degandek ma'ni tushunsangiz bo'ldi. Yana bir desangiz o'tgan yoki nima dedingiz degandekchi. Okay? Number 11 member degan a'zo. Masalan bir tashkilotning a'zosi degandekchi. Member a'zo. Xo'sh, yuqorida 101 darsninki yangi so'zlarninki o'qilish ahvolini va ma'nolarni ko'rib chiqdik. Endi biz qanday qilamiz? Albatta dialog o'rganishimiz kechiktirmay. Dialog o'rganishdan burun ikki ishni qilgan bo'lgandik. Birisi darsimizninki temasini bir tushunib olmasak bo'lmaydi. Temasini tushunamiz. Yana birisi shu darsimizda biz dialogni o'rganish orqali javob berishga tegishli savolni bir tushunib olishimizga to'g'ri keldi. Okay? Xo'sh, unda temamiz nima? Darsning temasi 101 dars, ya'ni lesson 101 ning temasi a card from Jimmy. Jimmy'dan kelgan bir atkartka degan gap. Yoki Jimmy'dan kelgan, Jimmy degan bir o'g'ilning ismi desak, Jimmy'dan kelgan bir atkartka degan gap. Okay? Conversation. Xo'sh, biz conversation ya'ni dialogni o'rganish orqali bunday bir savolga javob beramiz. Qarang, ha? Does grandmother seem pleased to get a card from Jimmy? Qarsangiz, bu ikki oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumla. Rasmiy parchalab qarasangiz, to orqali mishadi ikki o'y fikr birlashtirilgan. Masalan, does grandmother seem pleased degan qismini tushunsak, mama yoki momamiz deydi-ku, grandmother degan shu mama. Apasining apasi yoki dadasining apasini mama yoki cho'ng apa deydi-ku, shu grandmother shu. Ya'ni mama yoki momay
Qarmoqqa xo'shal turamdi yoki xo'shal ko'rinamdi degan gap bu. Does grandmother seem pleased degan. Nima qilganga deydi? Endi yana bir ish harakatga o'tdik mishada qarang. Seem pleased, ya'ni qarmoqqa xo'shal ko'rindi. Nima qilganga deydi? To deb mishada ikkinchi bir ish harakatga o'tdik qarang. To nima? To get a card from Jimmy. Get degan qabul qilish degan gap, receive degan ma'nosi olmishadi. Receive tushunimiz misoldoshlar. Receive degan qabul qilish, get shunga o'xshash gap, ya'ni qabul qilish. Nimani bir открытканы? Kimdan? Jimmydan. Unda olsa, Jimmydan bir открытка topshirib olganga nisbatan demakchi, qarmoqqa xushal ko'rinadi degandek bir ketgan bu. Okay? Momay Jimmy'den bir открытка topshirib olganiga xo'shal ko'rinamdi degan gapkan. Okay? Men dedim ikki oddiy jumla bir to orqali bog'lanayotgan bir murakkab jumla bu. Does grandmother seem pleased degan bir oddiy jumla qismi get a card from Jimmy degan yana bir oddiy jumla desak, ikki oddiy jumla qanday? Ya'ni ikki ish harakat mi yada? Ikki ish harakat degani birisi seem pleased, yana birisi get a card. Seem pleased degan qarmoqqa xo'shal ko'rinish, get a card degan bir открытка topshirib elish, shunda olsa bir открытка topshirib elish qa nisbatan xo'shal ko'rinish degan ikki jumla mishada to orqali ya'ni bir ish harakat yana bir ish harakatga o'tdi deb tushunsak bo'ldi, ya'ni bog'landi deb tushunsak bo'ldi. Ikki ish harakat to orqali bog'lanadi. Okay? Qaysi ikki ish harakat? Birisi открытканы topshirib elish, yana birisi xo'shal qarmoqqa xo'shal ko'rinish. Unda olsa открытканы topshirib olganga xo'shal ko'rinadi, nisbatan xo'shal ko'rinamdi degandek bir gap. Unda shu jonliq tilda o'zimizning oddiy jonliq tilga aylantirib desak nima bo'ldi? Momay Jimmy'den bir открытка topshirib olganiga xo'sh bo'ldimi qarmoqqa degandek ketgan u. Okay? Kayni tugimida da savol qarang. Why deydi? Why degan nimishqa degan. Kanadagi why not jo? Nimishqa emas. Gapning ma'nosi shu. Agar xo'shal ko'rinsa, nimishqa xo'shal ko'rindi yoki ko'rindi. Agar xo'shal ko'rinmasa, nimishqa xo'shal ko'rinmaydi demakchi. Albatta sizning javobingiz ya, ha, ya, yo'q. Agar ha bo'lsa nimishqa, agar yo'q bo'lsa nimishqa unda emas deb so'rayotgan gapni. Unda shu savolni esimizda tutib turib biz qanday hozir dialog yuguramiz albatta. Qarang, lesson 101. A card from Jimmy. Başladık qarang. Bu dialog mushu ikki aylanmaning o'rtasida olib berilgan dialog ekan. Qarasang sol tarafda haqiqatan bir momay o'tirganda qildi. O'ng tarafda qanday? Ash momayning qizi yoki bir yoshroq ayol o'tirdi desak, unda boshlab aytdim qarang. Menga ish o'qiydigan bo'lganingizda grandmother başlattı. Gapni qarang. Read Jimmy's card to me, please, Penny. Again, yan bir qatma. Read Jimmy's card to me, please, Penny. Desa Penny qoptindaydi. I have just arrived in Scotland. And I'm staying at a youth hostel. Bildingiz hozir mening qanday o'qiganimni. And degan bir bog'lovchi orqali bog'langan ikki oddiy jumlani ayirib o'qidim hozir. Unda hozir bir tutash o'qiyman qarang. Bir tiniqda jumla siz mashqda o'qiysiz. Men yetarli vaqt bermay albatta sizga. Agish o'qishingiz uchun. Boshladim. I have just arrived in Scotland and I'm staying at a youth hostel. Okay, very good. Grandmother nim dedi bu gapni anlab. Desa Penny qopib. He says he's just arrived in Scotland. Yana bir qatma. He says he's just arrived in Scotland. Depulop. He says he's staying at a youth hostel.
He says he's staying at a youth hostel. Deb bo'lib, you know he's a member of the YHA. Yana bir qatim, you know he's a member of the YHA. Desa grandmother nima deydi? The what? The what? Deganda Penny qo'pib, the YHA, Mom. The YHA, Mom. Deb bo'lib, the Youth Hostels Association. The Youth Hostels Association. Deganda grandmother nima deydi? What else does he say? What else does he say? Deganda Penny nima deydi? I'll write a letter soon. I'll write a letter soon. Deb bo'lib, I hope you are all well. I hope you are all well. Desa grandmother nima deb so'radi? What? What? Deb bo'lib, speak up, Penny. Speak up, Penny. I'm afraid I can't hear you. I'm afraid I can't hear you. Desa Penny nima deydi? He says he'll write a letter soon. He says he'll write a letter soon. He hopes we are all well. He hopes we are all well. Love, Jimmy. Love, Jimmy. Desa grandmother nima deydi? Is that all? Is that all? Deb bo'lib, he doesn't say very much, does he? He doesn't say very much, does he? Deganda Penny qo'pib, he can't write very much on a card, Mom. He can't write very much on a card, Mom. Okay, savodoshlar, yuqorqi o'qishimiz yetarli emas. Albatta, sizning o'qish qitim soningizga qarab da'vatgan gap bu. Bo'lsa qandaq o'zingiz mana videoni sal keyinga yandirib, qayta yandirib jiq anglab mashq qilsangiz texi yaxshi, agishib o'qib degandek. Okay? Men har bir jumlaning keyinida yetarli vaqt qo'yib qo'ydim, yetarli bo'shliq berdim demakchi, sizningki agishib o'qishingiz uchun. Demakchi, qancha keyinga yandirib, qancha qitim anglasangiz shuncha foydali o'zingizga. Okay? Xo'sh, biz ma'nosini tushunib boqaylikmi dialogninki. Nimda başladı grandmother qarang. Read Jimmy's card to me, please, Penny dedi. Read degan o'qing degan gap qarshi tarafga bundaqa xitob qilyapti-ku. O'qing deb. Jimmy's card, Jimmy'ning atkirtkisini dedi. To me, manga dedi. Please, qani misalda. Takalluf ma'nosi bu. Penny dedi. Ya'ni Jimmy'ning kartini manga o'qing, qani Penny degan gap bu. Okay? Qizining ismini atab turib Jimmy'nin kartısını ama atkırtkısını bana okup verin demekçi bu. Okay? Okup versinler degandekçi. Azra takalluf ma'nosida please'ni singdirib versek gapga. Okay? Uzun gapning qisqasi Jimmy'nin atkırtkısını bana okup versinler Penny dedi. Desa Penny nima dedi? Qarang, ma yalanlıqı naql keltirish tırnaq var bu ma yalan. Aynan sirtidagi ma yalan tırnaq, anamniki ma hostelning keyiniga yani bir yalan tırnaq bilan oxirlashtirgan ma'lum naql keltirgan gap qo'mavu. Ya'ni asli gap ma'lum. Okay? Asli gap. Chunki diqqat qiling. Asli gap degani shu Jimmy'ninki asli yozg'ini ma'lum. Nimish bunda deb ta'kidlaydiganligimni hozir bilasiz. Qarang, shu naql keltirish
yalan tırnakının içinde bunda da yazıp qaram. I have just arrived in Scotland and I am staying at a youth hostel depti. I have just arrived degan hozirgi tutgan zaman bilasiz. Men yili yetib keldim degan gap bu in Scotland, Shotlandiyaga. And shundaqla I'm staying men turyapman hozirgi davomlashayotgan zamonda. Qayerda at a youth hostel bir yoshlar mehmon kutishida deydi. Kichik bir yoshlarni kutib oladigan yoki yoshlar uchun ochilgan bir mehmon kutish deydi. Okay? Ya'ni bunda qarasangiz oldidagi jumla hozir kutgan zaman, keyindikisi hozirgi davomlashayotgan zaman. Men bak tushundirimizmi tafsilotini bilasizmi bu ikki zamonlarning qanday ma'no anglatadiganligini. Okay, shundaqmi men oddiy bir deb o'tib ketay. Men Elila Shotlandiyaga kelib oldim deydi. Shu taqda men Shotlandiyada demoqchi bu. Yetib kelishdan iborat mush ishni men bitirib bo'ldim demoqchi bu. Okay? Deb bo'lib, men bir yoshlar mehmon kutishida turyapman degan gap bu tushunishlik, ha. Men asli gapchimi bu, ha. Bu gapni degandan o'qib bergandan keyin Penny my grandmotherga. Grandmother nima dedi? A deydi. Yadınızda var men nimde tushundigandim ayni. Yana bir takrorlab bersangiz o'pka nima dedingiz? Deganda qashta bir ma'nosi bor. Ha. Okay? Ya'ni A deganda Penny nima dedi? Endi qarang, endi maga Penny'ninki tövende deydigan gapi andaq ustidagidek yalan tırnaq ishiga ilingan gap emas, balki o'zining tiliga aylantirib deyapti qarang, ha. Ma'lum bu gapni ya'ni yalan tırnaq ichiga asli naql keltirilgan holatda o'qib berganligining sababi bor dedim-ku. Buning sababini hozir deb turmay qarang, ha. Penny ikkinchi qatam demakchi mo'may bo'lgan kishi nima? Yoki yana qaytadanga yoki qayta o'qiladi degandan keyin nima dedi? He says he's just arrived in Scotland dedi. He says u debdi dedi. Nimani? Miyada that degan bir jumla bir so'z chiqib qolgan. Yodingizda bormi-ki, oldingi darsda biz that orqali bir kayniga bir jumla agishib keldigan işte bir ahvolni tushundirgandim men yodingizda bor. He says u dedi shuni that. Ya'ni he's just arrived in Scotland. O'zininki Shotlandiyaga taxayla yetib kelganligini dedi. Ya'ni u o'zining Shotlandiyaga taxayla yetib kelganligini debdi degan gap. Xo'sh, shunda bo'lsa, avval gap nima gap? Mana naql keltirish belgisiga ilingan gapni endi naql keltirmay o'z tilida bayon qilyapti degan nima gap desangiz, albatta naql keltirilgan holat degan bo'lsa I have just arrived degan bo'ladi. Ya'ni asta dedi. Ammo hozir o'zining tiliga aylantirgan bo'lg'ashqa he has just arrived deb bunda ifodalayotganligiga diqqat qilyapsizmi? Farqi mishada demakchi. Agar o'z ayni o'qib bersangiz bir odamning gapini nima yozilgan bo'lishini o'qigan bo'lsangiz, o'zingizning tiliga aylantirganda albatta qanda u bunda qipti deb o'qib bersiz deb bayon qilib bersiz bu gapni. Ha. Okay? He says he's just arrived in Scotland. Ya'ni he says dinkin that degan so'zningki yoshirin kelayotganligi yoki chiqqanligi diqqat qilinmaydi. Alohida eskartib qo'yilgan bir narsa. Okay? Ya'ni u debdi shuni. Ya'ni degan gap mana kendiksi u Shotlandiyaga taxayla yetib kelibdi. Ya'ni bu gapni Uyg'urcha jonliq tilda ravon desak, u o'zining Shotlandiyaga taxayla yetib kelganligini debdi degan gap. Okay? Men degandim oldingi darsda, bundan keyin ham ingliz tilingiz asta-asta murakkablashishga boshlaydi. Jumlalar murakkablashadi. Oddiy taq jumlalardan qanday qo'sh jumla yoki 3-4 hatta 5-6 jumlalarni biriktirgan murakkab jumlaga asta-asta o'timiz degandim va shularninki amaliyotda bir boshlanishi hamda. Okay? Ya'ni u debdi degan bir jumla bo'lsa, he's just arrived in Scotland degan yana bir jumla bo'lsa, mishalki that degan so'zni qandaq o'zining kaynidan he's just arrived in Scotland degan jumlani agashtirib kelgan bir agashim jumlasi va bir butun jumla deymiz, murakkab jumla deymiz. Okay? Xo'sh, bu gap tugadi. Endi ikkinchi gap. He says he's staying at a youth hostel. Abiyam naql keltirgan naql belgisining ichida I'm staying at a youth hostel deb o'z ayni o'qigan bo'lsa, endi o'zining tiliga aylantirib
he says he's staying at a youth hostel deb uchinchi shaxs tilida bayon qilib beryapti. Ya'ni bu oldingi jumlaga o'xshash he says dan keyin that keladigan jumla, ya'ni that miyada yoshirin qilyapti yoki tushib qoldi desak ham bo'ldi. Okay? Buni tushundingiz. He says that he is staying at a youth hostel degan gapni qisqartirib bizga that ni tashlab deb yoki yoshirin kelsa keldi deb tushunsak bo'ldi. He says he is staying at a youth hostel deb. Ya'ni bu debto o'zining bir yoshlar mehmon kutishida turayotganligini yoki uyg'urcha ravon desak, u o'zining bir yoshlar mehmon kutishida turayotganligini debdi deb aytsak bo'ldi. Okay? Deb bo'lib, you know he is a member of the YHA deydi. You know degan siz bilasiz degan gap. Amaliyotda bumi that, know dan keyin bir that ba jumla. Bu miyada hozir qisqartirilib ketdi deb tushunsak bo'ldi. Ustidagi ikki jumlaga o'xshash, okay? Ya'ni you know that he is a member of the YHA. Siz bilasiz uni, ya'ni yoki siz bilasiz shuni, that degan shugo. O'zining kendini he is a member of YHA degan agashma jumlani agashtirib kelgan bir gap, so'z g'uma that degan. Miyada tushib qoldi desak, siz bilasiz shuni, ya'ni u bo'lsa bir a'zosi of degan ning, the YHA ning degan gap tug'ma of ning ma'nosi. Undan so'ng u YHA ning bir member degan a'zodir. YHA ning bir manbasi ekanligini siz bilasiz demakchi-ku. Okay? You know, siz bilasiz uning YHA ning bir a'zosi ekanligini. Okay? Ya'ni Uyg'urcha jonliq desak, siz uning YHA ning bir a'zosi ekanligini bilasiz deydi. Xo'sh. Desa grandmother nima deydi? The what? The nima? Bak qiyos qilsangiz, you know he is a member of the YHA degan gapni qilganda, qani grandmother the ni anglabdi qarang. Meniki the YHA deki the ni anglabdi, keyin anglayapti. Shunga the what? The nima? deb so'radi. So'raganda Penny nimda qaytildi bu gapni? The YHA mom. The YHA apa deydi. YHA degan nimda endi tushuncha berdi. The Youth Hostels Association. Ya'ni the Youth Hostels Association deganni qisqartirib the YHA deydi ekan. Demakchi, abiyam siz uningki YHA ning bir a'zosi ekanligini bilasizgo yoki bilasiz desa, the what? Nima? The nima? deb so'radi deb tushunsangiz, miyada shuni qaytlab bergan bo'ldi. The YHA da'vatimi apa nimanda anglamaysan degandek tushunadi. Okay? Quloq sal ezilgan ham gapdan qaraganda shunaqmi? Boshidagi ikki jumlani anglayapmidi? dedi. Ya'ni bir qaytlana degan maqsadda. Uni qaytlab berib, bilasizgo siz uningki YHA ning bir a'zosi ekanligini desa, nima deb nimaning a'zosi? deganni qaytlab so'rdi deb tushundik. Okay? Undan keyin qizi qaytlab berdi. The YHA da'vatimi apa deb bo'lib, the Youth Hostels Association. Okay? Xo'sh, bu gapdan keyin grandmother nima dedi? What else does he say? What else degan savollar biladi. Yana nima, yana boshqa nima degan ma'nosi bor. What else nima? Okay? Does he say degan u debdi. U yana nima debdi degan gapdi. Gap bu. Agar what does he say bo'lgan bo'lsa, u nima debdi bo'ladi. What else does he say deganni nima deymiz? U yana nima debdi deb olamiz bu. Okay? Buningki bir hozirgi oddiy zamon jumla shaklida kelayotganligiga diqqat qilaylik. Does he say? Okay? U yana nima debdi qisqasi. Desa, Penny nima deb javob berdi, qarama. Naql keltirish belgisi ichida o'qib beryapti. O'z asli gapni qarama. I'll write a letter soon. I'll deganni bilasiz, I will ni qisqartirilgan I'll deb ilyapti bu yerda. I'll deb, okay? Write yozish, a letter bir salom xat, soon patata. I'll write degan men yozman yoki kelgusida yozmoqchi degan gap bu. Yazman deb asaq til jonliq bo'ladi Uyg'urchada, okay? Men yozman kelgusida, ma will niki
kelgisi ma'ni anlatılganlığını ügünüp boğan qoy. All right, men yazıman dedi. Nimeni a letter bir xatni soon patarda. Demakçi men patarda bir xat yazma degan gap bu. Okay? Demek ma bu asli gap. Chimi unutib qolmang. I'll write a letter soon. Men patarda bir xat yazman deb bo'lib, I hope men umid qilaman you are sizlar all hammanglar well yaxshi dedi. Hammanglarning yaxshi turganliginglarni umid qilaman degan gap bu. Okay? Yaxshi bo'lishinglarni umid qilaman. Demek ma asli gap, chimi asli gap открыткага yozilgan jamining asli gapi. Shunga ma yalang'iliqni naql keltirish belgisini ichiga oldi. Bu gapni anglab grandmother nim dedi, what? Nima? Yana anglabdi. Quloq ayg'ira. Gap bo'lib speak up, Penny dedi. Speak up degani nima deb tushunamiz? Speak degan bu so'zlash, up degan nima? Yuqori ko'tarib degan gap. Yuqoriroq ovozda degan gapni inglizcha ham ishlatadi. Speak degan, masalan, bir odam sizga speak deb gapqisa nima deb tushunsiz uni? Gapla deb tushunsiz. Gapla da'vatidir deb. Agar speak up desa nima deb tushunsiz? Yuqoriroq ovozda gapla deb tushunsiz, okay? Siz speak up degan yuqoriroq ovozda ovozini qo'yib so'zligina degan gap. Speak up ya'ni ovozini qo'yib so'zligina Penny deydi. Tapilib I'm afraid I can't hear you. I'm afraid degan savollar bak biladi. Men ansirayman degan gap. Nimadan I can't hear you? Men seni anglayolmaslikdan. Ya'ni men sening ovozingni anglayolmaslikdan ansirayman degan gap bu. Buni Uyg'urcha jonliq qilib nima bo'lganto? Men sening ovozingni anglayolmadim-ku deyman. Yoki toza anglayolmayotganda qilaman deb asaq bo'ldi-ku. I'm afraid degan shu men nimdan ansirayman degan gap. Okay? Xo'sh, ovozingni anglayolmadim-ku deyman deydi. Inglizchada ham shunaqa I can't hear you dedi. Men seni anglayolmadim deydi. Herkes men senin ovozingni anglayolmadim yoki gapingni anglayolmadim demaydi. Juma inglizchada bilib eding. Uyg'urchada biz gapingni anglayolmadim deymiz. Inglizchada gapingni anglayolmadim demaydi. Men seni anglayolmadim deb bunday ifodalaydi. Juma I can't hear you. Okay? Ya'ni men seni anglayolmaganligim, men seni anglayolmadimmi deb ansirayotiman yoki men seni anglayolmadim-ku deyman deb asaq bo'ldim. I'm afraid degan. Okay? Xo'sh, boshdan desak, grandmotherning gapini. Nima deb bo'lib? Bir yuqoriroq ovozda gap qiling Penny deb bo'lib, sizning ovozingizni anglayolmaganda qilaman dedi deb tushunsak bo'ldi. Desa Penny nima dedi? Qarang, aslidagi I'll write a letter soon degan gapni naql keltirish tirnoqining ichidan chiqarib o'tib o'z tilida bayon qilyapti. Bayqa o'xshash. Buni demasam bo'ldi-ku. He says he'll write a letter soon. U debdi o'zining patarda bir xat yozganligini. Okay? Deb bo'lib he hopes we are all well. Asli Jimmy xatida nima deb yozgandi? Открыткада I hope you are all well deb yozgandi. Bu gapni naql keltirish belgisidan chiqarib o'tib, Penny nima deb o'qib berdi? Nima deb berdi? He hopes you are all well deb berdi. Ya'ni Jimmy I hope degan bo'lsa, Penny bu gapni uchinchi shaxs tilida he hopes deb jumlaning ingizda he bo'lganligi uchun fe'lning keyiniga as qo'shilgan ahvol bor hozirgi oddiy zamonda. Buni diqqat qilyapsiz-ku. He hopes yoki bunda tushunsak bo'ldi. He hopes that we are all well degan gapni o'sha thatni tashlab degan gap deb tushunsangiz bo'ldi. He says he'll write a letter soon. He says that he'll write a letter soon deb tushunsangiz bo'ldi. Okay? Abim deb bo'ldimi bu gaplarni. Xo'sh, unda bo'lsa u o'zining patarda bir xat yozganligini debdi. U bizning hammamizning yaxshi bo'lishini umid qilibdi degan gaplar bu. Okay? Deb bo'lib, yana naql keltirish belgisi ichida love Jimmy deganni o'z bet o'qib berdi. Okay? Love degani shu biz Uyg'urchada masalan bir открытканingki salomini, открыткаga yozilgan salomni oxirlashtirganda nima deymiz? Sizlarni sevginib yoki sizlarni so'yman deb bunday yozib qo'yamiz-ku. Love Jimmy degani shu sizlarni so'yib Jimmy'den deganda qashtar gap deb tushunsangiz bo'ldi. Love degani shu so'yish, muhabbat degan gap bu. Okay? Okay, xo'sh o'qib bo'ldi Penny открыткадagi barliq mazmunni. Hamda grandmother bunday dedi qarang.
Is that all? Hammasi shumi degan gap mana. Okay? Buni bilasiz. Is that all? Hammasi shumi deb bo'lib, he doesn't say very much, does he? He doesn't say very much deganni endi tushunsiz, agar he says very a lot. He says a lot degan bo'lsa, yozaydi do'skamga. Qarang. Whoops. He says a lot degan bo'lsa endi tushunayapti. U bakchiq debdi yoki bakchiq gap qilibdi deb tushunayapti. He says a lot degan bo'lsa. Agar he doesn't yoki does not say very much degan bo'lsa endi tushunamiz buni. He does not say degan u demabdi very much bakchiq. Okay? Ya'ni u bakchiq gap qilmabdi degan gap mana. Shirikse u bakchiq gap qilibdi degan bo'lsa, tigirkse u bakchiq gap qilmabdi degan gap. Okay? He says a lot yoki he doesn't say much. Bu he doesn't say much qanda qisqartirib, he does not say much qisqartirib, he doesn't deb qanda tuqqum. Does not qisqartirib, doesn't qilamiz demakchi. Okay? He doesn't say very much. Bu gapni tushundingizmi? He doesn't say very much deganni nima qilamiz endi? U bakchiq gap qilmabdi, very much degan night ko'p, Bu night u bak ko'p gap qilmabdi deb bo'lib, does he? deyapti. Ma cümle şeklinde sağdaşlar düşündü. Eğer düşünmese bu bir yangi o'rganish bu qoladi albatta. Bugun tushungan bo'lsangiz demakchi. Qarang. You are a student. Deb bo'lib, aren't you? Desak nima bo'ladi? Siz bir o'quvchi. Unda emasmi ya? Deganimiz. Demakchi, bunaqa ingliz tilida buni ta'tir so'rash orqali jazmlashtirish deb ifodalaymiz. Masalan, hozir degandek, siz bir o'quvchi, shundaqmi? degan gap mana. You are a student, aren't you? Yoki this is not a book, is it? Qarang, this is not a book degan bu bir kitob emas degan gap. Deb bo'lib, shumi ya? degandek-ku. Bu bir kitob emas, shundaqmi? Okay? Qisqasi, ma'qul savollarni savoldoshlar ko'rdi. Agar notunish bo'lsa, hech qisi yo'q degan bo'ldingiz, ingliz tilida shundaq so'rash ahvoli bor. Agar oldini, ya'ni jumlaningki oldi qismini bo'lishliq holat ifodalangan bo'lsak, kaynidagi jazmlashtirish qismini bo'lishsiz holatda ta'tir so'raymiz. Agar cümlenin aldığın kısmını bo'lishsiz ifodalangan bo'lsak, kaynini bo'lishliq so'raymiz. Ya'ni 10 so'raymiz. Agar demakchi bo'lishsiz so'ragan bo'lsak, bo'lishsiz boshlagan bo'lsak, bo'lishsiz oxirlashtiramiz. Bo'lishsiz boshlagan bo'lsak, bo'lishliq oxirlashtiramiz. Bo'lishliq boshlagan bo'lsak, bo'lishsiz oxirlashtiramiz. Men gapni tushunishli bo'ldimki. Mana ikkisini aytganlik misollar. You're a student, aren't you? Siz bir o'quvchi. Undaq emasmi ya? Teglikse, this is not a book, is it? Bu bir kitap emas. Shundaqmi ya? degandek-ku. Okay, shu tariqada grandmother nima dedi hozir? He doesn't say very much, does he? U bakchiq gap qilmabdi. Shundaq emasmi ya? deydi. Yoki shundaqmi? Okay. Desa Penny qo'pab nima deb javob bergan bo'ldi? He can't write very much on a card, mom. He can't write very much degan u yozolmaydi bak ko'p degan qayaga on a card bir otkirtning ustiga apa dedi. Okay? Demakchi momay birsi quloq ig'irlab qopdi, yana birsi otkirtqiga yozilgan salomlash ekanligini unutib qilib qandaq u jiqqa qilmabdi-ku deyapti. Qiz undan tushuntirib qandaq apa bu otkirtq tursa otkirtqiga jiq bir narsa yozolmaydi-ku deb qandaq tushunch beryapti. Okay? Xo'sh, bu tushuntirishlarimiz menimcha yetarli emas siz uchun. O'zingizmi qandaq? Boshdan abay degandek qayta anglab, qayta o'qib, qayta ko'chirib yozib degandek qayta tarjim qilib o'z oldingizga. Ondan tushunsangiz, ondan o'zingizning haqiqiy bilimiga aylandi. Okay? Qaytlash tegishli mazmunni videoni kayniga surib qaytlashni bilasiz. Bu gapni yana qayta davarsak zerikishlik bo'lib qoladi. Okay? Undan so'ng bu tekstga bo'lgan o'qish ham tushundirish ishimizni misha to'xtatib biz qanday endi o'zimizningki oldimizga qarab mangsak nimamizningki darsimizningki asli plani bo'yicha olg'a surib mangsak
Ma sualga cevap verip yetişimiz gerek aldı bilen məşq işləşdim burun deməkçi. Qaranglar, does grandmother seem pleased to get a car from Jimmy? Why? Yaki, why not? Yani Mumay Jimmy'den atkırtqa tapşırıp ağınıga nispeten qaramakka qoşaldak turamdı deydi. Eğer ha bolsa nimişqa, eğer yoq bolsa nimişqa unda emas deb so'rayapti. Okay? Siz javob bering unda olsa. Mumay Jimmy'den bir atkırtqa tapşırıp ağınıga qaramakka qoşaldak turamdı. No. No, she doesn't deb javob beramiz. Ya, o qo'shaldak turmaydi demakchi u. Yoki to'liq desak, no, she doesn't seem pleased to get a car from Jimmy. Okay? Qisqartiblar, no, she doesn't deymiz. Bundan sonra cevabımız tugidimi? Yo'q, javobning endi yerimini berdi. Qolgan yerimi nima? Why ga javob beramiz. Nimishqa? Nimishqa unda deysiz? Yoki nimishqa qarmoqqa qo'shaldak turmaydi? Sababi because because the başlayımız o gapni. Because she thinks o oylaydı ha. Because she thinks çünkü o oylaydı. Jimmy doesn't say much. Okay? Because she thinks Jimmy doesn't say much. Çünkü o oylaydı Jimmy cık gapmaptı da. Chiqqa qilmabdi deb bir xil o'ylab qoldi. Shuni u qarmoqqa bir qo'shaldak emas degan gap bu. Men bir kichikgina bir qo'shimcha tushuncha bersam, because she thinks that Jimmy doesn't say much deb tushunsak, ya'ni that degan chiqqan. Xudo tekisimizda uchragan ahvollarga o'xshash. Okay? Çünkü o oylaydı yoki o gap qaraydi shuni, ya'ni she thinks that Jimmy doesn't say much. Jimmy doesn't say much degan shu that ga agishib kelgan agashma bo'lak jumlik. Okay? Xo'shunda olsa bu mishakchi bo'lsin, qolganini o'zingiz to'xtatib qo'yib, qayta anglab yoki yondirib mashq qilsangiz o'zingizning bilimiga aylanib ketadi. Okay? Emas biz davomli qarab mangayli. 102 dersindeki məşqini bir görüp çıxsa, qarang, lesson 102. He says, he bizimə, yoki she says, she bizimə, yoki they say, they bizimə. Yəni, insanlar tutun ki, he says-nin keyində bir that var. She says-nin keyində bir that var. They say-nin keyində bir that var. Yəni, aşı that, Mele he says-nin keyini gəlsin, she says-nin keyini gəlsin, they say-nin keyini gəlsin. Özünün keyindən he bizimə degan qismini əgəşdirib gələn əgəşmə cümlə bölük ki. Lekin ma cümlələr qanda küp qalğan bir ahval var. Məni bir əskertib qoyur ya. Yəni deməkçi oğlum he says that he bizimə yoki she says that she bizimə, they say that they bizimə degan gaplar bu əməliyyatda. Lekin aşı that çık qaldı deməkçi o əskertib qoyurdu sizni. Xo'shunda olsa mush boshirlarga ma gaplarni biz bir rasmlarda ifodalangan gaplar bilan bir qo'shib kirishtirib bir jumlani tuzib boqaylikmi. Masalan, men birini misol qilib beray. Siz ishlashni bilib olsangiz, qolganini o'zingiz ishlasangiz bo'ldi. Amaliyotda 100-darsda, ya'ni oldingi darsdagi mashqida biz qilgan mashq bu. Faqat bugun thatni tashlab o'tganlar bir ahvol bor. Okay? Tushunyapsiz men nima demoqchi o'g'limni. Qarang, men birini mashq qilib bermay qarang. Qarang, men adama katakchi chiqarsangiz, he jumlaning egasi says u dedi deydi yoki u deydi. Nimani? He is, qarang, masalan, he says he is tired. Ma birinchi rasmga tatbiqlasangiz. Nima degan gap bu? He says he is tired degan ma boshlanga. Ma birinchi rasmdan tegidagi tired ni aytsak, he says he is tired degan nima? Amaliyotda shu he says that he is tired degan gap bu. U deydi o'zininki charchaganligini. Okay? Amiyada is desak bo'ldi, masalan, he bo'lib kelsa, agar ular bo'lib kelsa, they bo'lib kelsa, are deymiz, buni bilasiz. Thirsty masalan, ikkinchisini misol bersam, albatta jumlaning ikkisi he emas, they bo'ladi. Xuddi mana bu temadagi they say degandek. Okay? Xo'shunda olsa, bular they, olsa they nima?
they say deyli. Say degan so'zni misol qilsak, dedi deganlik uchun. They say they are thirsty. Ular o'zlarining pusig'anligini dedi degandek. Okay? Qag'illan ishlay olamiz, albatta ishlay olasiz. Men shundaqdimi, demakchi bir ikkinchisini ko'rsatib bergan bo'ldim. Qag'ilni ko'rsatib bermasam-mu qandaq bir qatim ma'nolarni deb birma qarang. Mana bu katakchi ichidagi jumla shakllari va har bir rasmlarda ifodalanayotgan so'zlarning ma'nolarini bir deb o'tib ketma. O chaqda sizga notunish bo'lmaydi bu so'z iboralar. Jumla mashqlarini o'zingiz qilasiz. Okay? Qo'shimda he says, he is bizim degani shu. U o'zining bunda ekanligini dedi. Agar he thinks, he feels, desak masalan, he thinks, u o'ylaydi yoki u deb qaraydi, he feels bizim masalan tired ni qo'ysak, u o'ylaydi o'zininki charchagan his qilganligini yoki u o'zini charchagan his qilgan deb qaraydi degandek-chi. He thinks, he feels tired degandek. Okay? Bundan says degan deyish bo'ldi, thinks degan o'ylash bo'ldi, believes degan ishonish, knows degan bilish, deb bilish, ma'lum bir ishni bundamda deb bilish, okay? Hopes degan umid qilish, is afraid degan ansirash, is sorry degan xijil bo'lgan, is sure degan jazmlashtiradigan degan gaplar bu. Is degan bilasiz, feels degan bilasiz, his qilish. Has got degan has gitan. Yani bar degan gap masalan cold masalan he has got a cold desak uningga bir zukam tegibdi degandek-chi. Has got a cold yoki has a cold. Zukam bo'lib qilish bu, buni bilasiz. Needs degan ehtiyojlik bo'lish, wants degan bir narsani lozim qilish yoki olmoqchi bo'lish, can degan qilalaydigan bu bir imkon bil, must degan qilish kerak, qilish lozim. Buni imkon bil, will degan kelgusi zamonninki oldi qo'shilg'usi deganda. Ma katakchilarni bilasiz, ham katakchining sirtiga chiqib har bir rasmda ifodalanayotganlarga qarasak, masalan, tired degan charchagan, thirsty usigan, cold to'nglagan. Buniki zukam degan ma'nosi albatta qanday ishilishingizga bog'liq. I am cold desangiz, men to'ngladim degan gap. I have a cold desangiz, menda zukam bor degan gap bu. Okay? Yoki men zukam bo'lib qoldim. Okay? Ill degan og'rigan, og'riq. Mana 5-rasmni qarasangiz, a cold degan abay degandek, masalan, miyada cold deganni to'nglagan deb tushunsangiz, miyadagi a cold ni bir zukam deb tushunsangiz bo'ldi. Masalan, I have got a cold sak, menda bir zukam bor yoki men zukam bo'lib qoldim bo'ldi. Okay? Number 6, a headache, bir bosh og'riqi. Number 7, an earache, quloq og'riqi. Number 8, toothache, tish og'riqi. Now need, want deganlarni deb bo'ldim. A haircut degan chash yasish, a license degan prava. Masalan, she needs a license degan u bir pravaga ehtiyojli degan gap. Masalan, mashinani bir yerga urib qo'ysangiz shu pravani yengilishingizga to'g'ri keladi. Okay? Xo'sh, number 11, X-ray, rentgen, some money, azroq pul. 12-chi rasm, wait, saqlash. Masalan, wait for a bus, avtobus saqlash. Cash degan ulgurish, avtobus ulgurish. Repair degan remont qilish, sell degan setish. Okay? Xo'sh, mushu so'z yoki so'z iboralarini mushu jumla shakliga qo'yib, jumlaning egasi he bo'lsa, he bo'yicha, she bo'lsa, she bo'yicha, they bo'lsa, they bo'yicha ishlashni bilasizmi? Okay? Buningga hargiz sal qarmag'aysiz, ammo mushunchalik qilib beralayman. Agar bevosita 100 turani o'tilgan bo'lsa, bu dars qanday u chaqda har bir mashqni ishlatib, to'g'ri ishlashingizni kafolatlik qilib, algı ilgirliganligingizni menni ko'rib, o'zingizni ko'rib ma'notdingiz. Lekin hozirgi bu dars mushroq bir o'tilgan dars bo'lg'achqa yana mavhum. Siz meni ko'rmayman, men sizni ko'rmay, shtaq bir o'g'itish bir xil munosabat mushroq bo'lg'achqa o'zingizning balki aniq bo'lishini talab qiladi. Okay? Agar haqiqiy inglizchani yaxshi o'rgandim desangiz, mushu darsning o'zimi agar pozitsiyani yaxshi qila olsangiz yoki to'g'ri yaxshi pozitsiya bilan muomala qila olsangiz, albatta dars mushunchalik o'tiladi. Buningdan yaxshi bo'lish uchun albatta 100 turani o'tishga to'g'ri keladi. Okay? Bu gaplar garchi qo'shimcha gaplar bo'lsin, muhim gaplar, sizning astoydil muomala qilishingizni umid qilib degan gaplar, bu boshqa maqsad yo'q. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa yuqoridagilar og'zaki mashqlar, endi biz yozuvchi mashqlar kelsak qarang. Written exercises. Written exercises degani yozuvchi mashqlar degan gap bu.
A qismida rewrite these sentences. Ma cümlelerini qayta yazinglar dedi. Example qarang. He is drinking his milk. U o'zining sutini ichyotidi degan gap qo. Bundan bu gapni he says he has drunk his milk deb o'zgartirganmiz. U dedi u o'zining sutini ichib bo'lganligini deb. Has drunk degandan bilyapsiz. Hozirgi bitgan zaman. Bu drunk degan nima endi? Drink ning o'tgan zaman shakli. Bitgan shakli. Albatta hozirgi bitgan zamonga fe'lning bitgan shaklini ishlatamiz-ku. Okay? O'tgan oddiy zamonga o'tgan zaman shaklini ishlatdik. Bundan men menga bir oddiy tez bir yozib bersam, shu drink degan so'zning 3 shaklini. Asl shakli drink, ichish. O'tgan zaman shakli drank, bitgan shakli drunk. Demakchi, drink, drank, drunk deb 3 xil shaklini cho'qim bilib olishingiz kerak. Agar o'tgan oddiy zaman ifodalangan bo'lsa, albatta o'tgan shakli drank deb ishlatgan bo'lardingiz. Hozir bitgan zamanda ifodalanayotgan ma jumla. Hozir bitgan shaklini ishlatyapsiz drinkniki, drunk deb. Okay? Xo'sh, undan uzun gapning qisqasi, u dedi o'zining sutini ichib bo'lganligini, ya'ni o'zining sutini ichib bo'lganligini, o'z sutini ichib bo'lganligini dedi. He says he has drunk his milk. Xo'sh, undan olsa aslidagi jumla nima edi? Hozirgi davomlashayotgan zaman edi. Aslidagi jumlaning jumla shakli hozirgi davomlashayotgan jumla edi. Buni qanday jumlaga aylantirdik? Hozirgi oddiy zaman bilan hozirgi bitgan zamonning birikmasidan tuzilgan bir jumlaga aylantirdik. Okay? Ya'ni aslidagi u o'zining sutini ichyapti degan jumlani u o'zining o'z sutini ichib bo'lganligini aytdi yoki dedi yoki deydi deb bunday o'zgartiryapti-ku. Gapni tushunishlik-ku. Yana bir qatim takrorlasam, hozirgi oddiy zaman bilan hozirgi bitgan zamonning birikmasidan iborat, birikmasidan tuzilgan bir jumlaga aylantirdi. Aslidagi hozirgi davomlashayotgan zamondagi jumla. Bundan so'ng men bir mashqni ishlab beraman. Ishlab bersam, qolganini ishlaysiz, okay? Birinchisi masalan, she is shutting the door. O ishni yepyapti degan gap hozirgi davomlashayotgan zaman ma'lum. Hozirgi davomlashayotgan zaman degan nima? O'sha gapni qilayotgan vaqtda yuz berayotgan ishni bildirdi-ku. Shu vaqtning o'zida yuz berayotgan, ya'ni davomlashayotgan ish harakatni bildirdi-ku hozirgi davomlashayotgan zaman. Undan so'ng u ishni yepyapti degan jumla ekan ma'lum. Xo'sh, uni qanday jumlaga aylantiradi? Talab bo'yicha men degandek hozirgi oddiy zaman bilan hozirgi bitgan zamonning birikmasiga aylantiramiz. U o'zining ishni yepib bo'lganligini aytdi yoki dedi yoki deydi deb. Qarang. She says she has shut the door. U dedi yoki u deydi o'zining ishni yepib bo'lganligini. She has shut the door. Undan so'ng shut ninki bitgan shaklini ishlatgandek turamdim. Zodi qaysi unda ehtimolum aniqroq deb biranga. Qarang, asl shakli shut, o'tgan zaman shakli shut, bitgan shakli shut. Ma'lum mushna bir fe'l bu. Uch shakli o'xshash. Shunga miyada garchi she has shut deb ishlatgan bo'lsam, masalan she says she has shut the door deb ishlatgan bo'lsam, masalan demakchi shut deb asl shakliga o'xshash ishlatgan bo'lsam, nima deb tushunishingiz kerak? Hozir bitgan shaklini ishlatdi deb tushunishingiz kerak. Okay? Qarmoqqa o'xshash asl shakliga, lekin mohiyatda bitgan shakli. Okay? O'xshash faqat bo'lmaydi, lekin shunday deb o'ylashingiz kerak-ku. Okay? Qolganini o'zingiz ishlang. Undan olsa biz B degan yozmish mashqni ko'rib o'taylik. Qarang, look at this table. Ma'vo jadval qarang, table degan jadval degan ma'nosi bor. Tamoq ustuli, ya'ni ustaldan boshqa yana jadval degan ma'nosi bor. Qarang, he says he has got deydi. He says degan u deydi, he has got degan misol hisoblaymiz. Charsaq, he has got degan uningda bor. Nima? Masalan, a cold. Qolganlarga tazmas kelmaydi. Qarsangiz, he has got cold. No. Masalan, bir zukam bor demakchi bo'lsa, cold demaymiz. A cold desa to'g'ri bo'ldi. Demakchi, shundoq tuzsak mantiqiy uyg'un demakchi men. Qolganlarni o'zingiz tuzaysiz albatta. Ammo he says he degan birdan bir tanlash demakchi birinchi bo'liki mushu desangiz jumlaning, ikkinchi bo'liki mishada endi o'zingiz tanlaysiz.
bu yerda ikkinchi bo'likining qanday bo'lishi nimaga bog'liq? Albatta, uchinchi bo'likidagi qaysi so'z bilan biriktirishingizga bog'liq-ku. Uzun gapning qisqasi, men misollar bersam, he says he has got a cold deb tusak tizi mantiqiga uyg'un, logikal bo'ladi jumla. Ya'ni u deydi o'zida bir zukam borligini, ya'ni u o'zida bir zukam borligini deydi yoki dedi deganda. He says he has got a cold. Okay? Xo'sh, bu jadval, mushunaq jadval, mushunaq hozir men degandek birinchi bo'lakka birdan bir bo'lak, boshqa tanlash yo'q. Bu birinchi bo'lakni ikkinchi bo'lakka chatimiz endi. Ikkinchi bo'lakka qanday, ikkinchi bo'lakdagi qaysini tanlash, shu 5 qator deylik, 5 xil tanlashni qaysini tanlash nimaga bog'liq? Kaynidagi uchinchi bo'lakka bog'liq. Xato chatsangiz bo'lmaydi albatta. Masalan, he says he needs ne tanlasak nima? U dedi o'zininki bir narsaga ehtiyojligini. Nimaga ehtiyojligini? A haircut. Masalan, bir chash yasashga ehtiyojli ekanligini dedi degan gap. Ma'noda yana chakvasida demakchi bo'lgan. Demakchi, shuni bir ko'rib chiqing demakchi. Qolganini o'zingizga qo'yib bermay ko'rib chiqishni. Endi nima deydi? Now write 9 sentences deydi. Endi 9 dani jumla yozib chiqing deydi. Demakchi, shunday muvofiq qaychilashtirsangiz, biriktirsangiz 9 dani jumla yoziladi ekan. Masalan, bir misol qilib beribdim bizga. He says he feels ill. He feels ill deydi. He says he feels ill. Bu qaysi qismi? He says degan, he degan, okay, men birinchi qismi, bu birdan bir tanlash, okay. Feels qo'shibdi. Feels degan his qilish. Okay. Ill ni qo'shibdi menga. Uchinchi bo'lakka ill ni ishlatibdi demakchi. He says he feels ill degan nima? U dedi o'zining og'riq his qilganligini, yoki og'riq kasal his qilganligini dedi. Okay? Degan gap bu. Demakchi, abim men ikkim tuzib bergandim, hozir 3 bo'ldi deylar, qolgani demakchi oz qolib qoldi. O'zingiz kirishtirib endi. Masalan, 6 qolib qoldimi? Yoki 7 qolib qoldi deydi. O'zingiz kirishtirib qolgan yerda jumlani yozasiz, tuzab chiqasiz. Agar xohlasangiz qandaq, shu videoning tagidagi inkas degan yerga shu 7 yoki 6 tanlagan jumlangizni qandaq yoki qarashtirgan jumlangizni qoldirib qo'ysangiz, men tekshirib beraman. Ma to'g'ri, ma xato bo'libdi deb. Okay? Undan o'rganishingiz natijalik bo'lsin. Ko'p rahmat ergishib kelayotganingizga. Undan biz keyingi darsda ko'rishaylik. Thank you very much. See you tomorrow yoki see you in the next lesson.